Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bu arqamizda turgan Arafot maydoni, mana Rahmat tog'ini past tarafida joylashgan devor bu oddiy devor emas. Bu quvur. Islom xalifalaridan biri Harun Rashidni ayollari Zubayda haj qilishlik uchun Makka mukarramaga kelganlarida mana shu Arafot tog'iga kelganlarida bu yerda suv yetishmasligi, suv tanqisligini ko'rgach, Shom diyoridan o'sha Iroq taraflardan mana shu joyga quvurda suv tortib kelishligini niyat qilib, mana shunday mana quvur tortib suv olib kelganlar. Bunga, ya'ni tarix kitoblarimizda keladi, 5 tonna oltin ketgan deydi. Mana shu joyga mana shu quvurni tortib kelib suv olib kelishlik uchun. Bu bir necha yillar mo'min musulmonlarga to Saudiya mamlakati ta'sis qilinib, bu yerga ya'ni suvlar suv bilan ta'mirlagunga qadar mana shu quvurdan foydalanishgan. Endi bu quvurning usti hozir ko'milib ketgan. Mana shu Zubayda xonim qurdirgan quvur hisoblanadi. Mana ko'rib turganinglardek mana shu joyda o'zini ana shu tushadigan nimalarni qilib qo'ygan, suv tushadigan joylarini qilib qo'ygan. Har 20 metr, 30 metr joyda o'sha suv tushadigan joylari ham bor. Bu yog'i mana Minoga qarab ketgan. Mino Muzdalifaga qarab, bu yog'i Makka mukarramaga qarab tushib ketgan. Mana shu quvurda kelgan suvdan mo'min musulmonlar haj paytida foydalanishgan. Bu endi sizlarga qisqacha bir ma'lumot edi. Juda ko'pchilik buni o'sha Rahmat tog'ini atrofini o'rashlik uchun qurilgan devor deb ham o'ylashadi. Yo'q, aslida bu unaqa emas. Mana bu joyda mana ana shu suv tushgan, mana quvurni mana teshigi ham mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu joydan suv tushib, mana shu joydan tahorat qilib va ichimlik suvi sifatida foydalanishgan. Xullas, bu qisqachagina bir tarixdan sizlarga ma'lumot. Alloh taolo mana shu videoni ko'rib turgan barchalarni mana shu joylarga kelib ibodat, ziyorat va sayohatlarni qilib ketishlikka nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.